Kelinglar bolalar, bugun men sizlarga qaysi time framelardan foydalanishni oddiy o'rgatib beraman. Shunday ekan videoni oxirigacha tomosha qiling. Birinchisi bu 1 kunlik yoki 4 soatlik time frame bo'lib, siz aynan o'sha time framedan foydalangan holatda trendni aniqlab olasiz. Ko'p traderlar, professional va banklar aynan shu time framedan foydalanadi. Siz hech qachon ularga qarshi yurmang. Nabarot, siz doim oqim bilan bo'ling. Ikkinchisi bu 1 soatlik time frame bo'lib, 1 soatlik time frameda sizning asosiy vazifangiz bozor strukturasini aniqlashdir. Siz o'zingizga savol bering. Bozorda struktura bormi? Bozorda momentum bormi deb. Uchinchisi bu 15 minutlik yoki yarim soatlik time frame bo'lib, siz aynan o'sha joyda ideal nuqtani yoki kirish nuqtasini topasiz va topgandan keyin aynan 15 minutlik yoki 30 minutlik time frameda siz o'zingizni TP'laringizni va SL'laringizni qo'yishingiz mumkin. Agar siz time framelar haqida qo'shimcha ma'lumot olishni xohlasangiz, kommentariyada time frame deb yozib qoldiring, men sizga qo'shimcha ma'lumot yuboraman.